Salom, aziz haqiqat izlovchilari. Bugun biz mutlaq haqiqat asoslari haqida so'z yuritamiz. O'tgan darsda sizga mutlaq haqiqat uchburchagining nayzalari haqida fikr yuritib ko'rishni tavsiya qilgan edik. Tafakkur qilgan bo'lsangiz yaxshi, chunki tasavvuringiz tezroq kengayadi. Aks holda esa hozir tinglab tafakkur qiling. Mutlaq haqiqat formulasining eng pastki qismiga qarang. Nayzalarga e'tibor bering. Jonzot dunyo tomon yo'nalsa, dunyo ham unga qarab yo'nalmoqda. Nayza ikki tomonli. Ko'ryapsizmi? Ushbu ikki nayzaning ma'nosini hozir tushuntirib beraman. Jonzot moddiy dunyoda tug'iladi va o'zining tanasini ichida moslashib olish uchun hamda dunyo sharoitlariga moslashib olish uchun unga vaqt beriladi. Qizil nayza shu davrni bildiradi. Ma'lum yoshga yetgandan so'ng odam tanasidagi jon insoniylik qadriyatlariga asoslangan umrni yoki hayvon umrini yashab o'tishni tanlay boshlaydi. Xudoning oyatlariga amal qilib yashagan odam inson umrini yashashga erishadi va dunyo unday insonni alday olmaydi. Har qanday din maqsadi odamni Xudoga muhabbatli qilish. Bundan o'zgacha maqsadlar esa dunyo yolg'onlari. Agar odam bolasi dinni o'ziga vosita sifatida ishlatishni ko'zlasa, din orqali dunyo uni aldab qo'yadi. Qanday qilib deysizmi? Bunday odamni dunyo aqidaparastga, diniy oqim asoschisiga, qotil terroristga aylantirib qo'yadi va ajali yetganda uni do'zaxga irg'itib yuboradi. Bu jin chalgan, gunohlarga botgan, hayvondan ham past darajadagi do'zaxi odamning qismati. Qanday qilib tirik jon inson tanasida hayvon kabi yashaydi? Buning 4 ta asosiy belgisi bor. Shahvatni qondirish, ko'payish, himoyalanish. Oziqlanishdan tashqari boshqa amallarni bajarmagan odam hayvon darajasida umr ko'rgan bo'ladi. Uchburchakning pastdagi ko'k nayza hayvonot darajasidagi jonzotlarning dunyo bilan bog'liq munosabatini bildiradi. Bu nayza taqdir nayzasi, ya'ni dunyo hayvonot olamini to'liq nazorat qilib, kim kimni yeb qo'yishini, o'ldirishini yoki qochib qutulishini, himoyalanishini, oziqlanishini, nasibasini oldindan belgilab qo'ygan qismat taqdir qonunlari yoki kuchlari orqali boshqaradi. Hayvonlar to'liq taqdir ostida umrini yakunlashadi. Endi ikkinchi qizil nayzaga qarang. Qanday qilib tirik jon odam tanasida inson hayotini yashaydi? Buning ham 4 ta asosiy belgisi bor. Rostgo'ylik, rahmdillik, halollik, zohidlik fazilatlarini umr bo'yi namoyon etgan va shu fazilatlarni o'zida rivojlantirgan sayin komil inson darajasigacha ko'tarilib boradi. Bu darajalar mutlaq haqiqat formulasida 5 ta qizil nayza bilan ifodalanadi. Bu darajalarni keyingi darslarimda navbatma-navbat tushuntirib beraman. Hozir esa
uchburchakning eng pastki qismida ko'rsatilgan taqdir nayzasiga e'tiborimizni qaratamiz. Taqdir so'zi dunyoga karma so'zi bilan taniqli. Rus va ingliz tilini biladiganlar bu haqda tegishli manbalardan yetarlicha ma'lumot topishlari mumkin. O'zbek tilida bu ma'lumotlarni topish muammoliroq bo'lgani sababli karma haqida, ya'ni taqdir, qismat, ko'rgulik, nasiba haqida 4 ta muhim bilimni bildirish bilan cheklanamiz. Birinchisi, karmani, ya'ni taqdirni, qismatni faqat inson tanasida yashab o'zgartirish mumkin. Ikkinchi, karma, ya'ni qismat yoki taqdir, nasiba faqat Xudoning Rahmon va Rahimligi yoki uning shartsiz muhabbati sababli o'zgarishi mumkin. Uchinchi, inson Xudoning nazarini o'ziga tortish uchun barkamollikka intiladi. Chunki Xudo pok va mukammal zot. Balog'at yoshidan katta bo'lgan odam Xudoni izlamasa, Xudo uni eslamaydi. To'rtinchi, mutlaq haqiqat formulasidagi pastki qizil nayzachaning tepasidagi ikkinchi nayza odam inson hayotini yashashni tanlagani darajasini bildiradi. Ya'ni bu darajada odam ibodat qiladi, haj safarini, namozlarini, zakotu xayr-ehsonlarini kanda qilmaydi. Silai rahim va mehr oqibat rishtalarini mahkam tutadi. Qolgan 3 ta qizil nayza inson barkamolligining darajalarini bildiradi. Ko'rib turganimizdek, ular ko'p emas, bor yo'g'i 3 tagina. Bugungi mavzuyimizni shu joyda to'xtatib, uy vazifasiga siz amallaringiz bilan qaysi darajadagi odam bo'lib yuribsiz degan savolga javob berish haqida tafakkur qilishingizni tavsiya qilamiz. Haqiqat nuri sizga hamroh bo'lsin deya xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.